Assalomu alaykum. Sizlarga mana shu tishlarni bugungi narxlarini aytib o'tamiz. Xo'p, mana bo'yoqchilarimiz bu yerda 4 xil, 5 xil rangdagi bo'yoqchilar bor. Bular hammasi bir xil 200 ming so'mdan qo'yiladi. Ikkinchisi, mana bular mana shu to'ralasi metal keramika. Metal keramikalar ba'zilar sadaf deydi, metal keramika o'zi. Metalni ustiga keramika bosiladi, tabiiy tishga o'xshatish maqsadida. Bular 600 ming so'mdan. Endi asosiy sirkon, mana bugungi eng katta chegirmamiz sirkonga bo'lgani uchun sirkon haqida ma'lumot beramiz. Buni narxi 1 million 200 ming so'm, eng past narxi 2 million 3 million, hamma joyda o'zidan kelib chiqib qo'yadi narxlarda, lekin bir xil sirkon. 1 million 200 ligi boshqacha, 3 millionligi boshqacha, 1 million 200 ligi boshqacha degan gap yo'q bu yerda. Hammasi bir xil blokdan, bir xil pechkada pishib chiqadi. Faqat narxlarini hamma o'zidan kelib chiqib qo'yadi. Endi hozir buni narxi 1 million 200 ming so'm. Xo'p, buni nima afzalliklari bor? Bu bo'yoqlardan, metal keramikalardan qanaqa afzal tomonlari bor? Bu birinchi o'rinda buni apparat yasaydi. Kompyuter orqali apparat yasaydi. Shuning uchun birga bir tushadi. Pasiyent tishiga birga bir tushadi. Ikkinchisi bez metal bo'ladi bu. Bez metal suyuqlikda, bilasizlar, og'zimiz faqat suyuqlikdan iborat bo'lgani uchun metallar o'zgaradi baribir. Reaksiyaga kirishadi, korroziyaga uchraydi, mulk qor etirish ehtimollari bor. Bunda u narsalar bo'lmaydi umuman. Tishlarni yaxshi saqlaydi, mulklarni qor ettirmaydi. Xo'p, keyingisi yengilligi. Og'izda juda ham qulay, yengil turadi. Bularda endi jicha o'rganib olguncha og'irlik qilib turadi metallar. Xo'p, keyingisi tishlarni saqlashini aytdik, yengilligini aytdik. Og'izda chiroyli turadi. Og'izda juda ham chiroyli turadi. Yana bitta eng zo'r tomoni buni yorug'lik o'tkazadi, nur o'tkazadi. Tishlarimizga bemalol yorug'lik o'tib turadi bundan. Endi mana shu tishlarimiz 2025-yil Ramazon oyida turibmiz. Mart, aprel oyi ichi juda ham katta chegirma qilganmiz. Vodiy bo'ylab Farg'ona, Namangan, Andijon. Mana shu yerda klinikalarimiz bor. Farg'onada, Namanganda, Andijondagi klinikalarimizga borib bemalol chegirma paytida 600 ming so'mdan buni qo'ydirib olsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimiz bor, telegramlarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar biz kunini aniq soatlarigacha aytamiz. Borib kelib yurmaysizlar. O'sha paytda borib, o'sha paytda ko'rinasizlar, Xudo xolasa.